Bugun yana bitta ajoyib retsept beraman. Hozir kabachkin sezoni boshlandi. Ikkita kabachkini qirg'ichdan chiqarib, tuz, ozgina chayni soda solib, yaxshilab aralashtiramiz va undan quymoq tayyorlaymiz. Quymoq uchun uyda bo'lgan mana tuxum, 4 ta tuxum soldim. Yaxshi aralashtirib, ana shu kabachkin ustiga tuxumni qo'shib turib, uni ham yaxshilab tuzlarini birga aralashtirib boramiz. Bir xil massa bo'lgungacha. Kabachka shunaqa foydali narsa, ichagimizdagi mikrobiomlarga ozuqa bo'ladi va kimda agarda qabziyat yoki boshqa ichakda muammolar bo'ladigan bo'lsa, rosa ham yaxshi foyda qiladi. Oddiy quymoqdan ko'ra foydaliroq bo'ladi. Unga mana sut qo'shdim, damashli sut bor edi, yog'li. Ana shu sutni qo'shib, sutni ham yaxshi aralashtirgan ekan, ozgina un qo'shib yubordim. Un qarang kam miqdorda. Xamirni tayyorlab qo'ydim va kletchatkalarimni ham tayyorladim. Ya'ni ertalab nonushtada qo'shib yeyishga karamlar, sabzi, bodring tayyorlab qo'ydim. Sabzi juda ham tishga foydali, har kuni yeyish kerak. Va qizigan yog'iga shu xamirdan ozgina qo'yib pishirishni boshladim. Qopqog'ini yopib qo'ysangiz past qilib, ichlari ham rosa yaxshi pishadi. Undan tashqari tovuq pishirib qo'ygandim aerogrilda. Tovuqni ham nonushtaga qo'shdim. Buni retsepti bor, tashlaganman, ko'rishlaringiz mumkin. Tovuqqa qo'shimcha ana shu sabzavotlarni birga yeymiz. Quymoqlarim mana bitta pishyapti. Juda ham mayin, mazali pishadi. Ayniqsa agar uylaringizda yosh bolalar yoki yoshi katta qariya insonlar bo'lsa, albatta pishirib beringlar. Duosiga qolasizlar. Kabachkili quymoq oddiy quymoqqa qaraganda birinchidan juda foydali, ikkinchidan rosa ham mazali pishadi. Bunaqa quymoqni faqat yesangiz bilasiz. O'zim oxirida mana shunaqa burger qilib yedim. Quymoqqa tovuq go'shti va karamlarni qo'shib birgalikda yesangiz juda shirin bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar. Mana shunaqa retseptlar qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Har kunlik retseptlarni sizlarga ham bo'lishib boraman. Ham foydali, ham mazali retseptlar kutib qolinglar. Undan keyin vitaminlarni ichib, nonushtani tugatdik.